Yengilliklarga o'tadigan bo'lsak, biza fond bozori bo'yichayam va profit arena bo'yichayam yengilliklarni ko'rishimiz mumkin. O'shanda natijalarni, profit arenadagi qoidadagi o'zgarishlarni va e'lonlarni hammasini bu yerda ko'ra olasiz. Fond bozori bo'yicha общий, ya'ni qaysidir aksiya bo'yichami yokida Tramp qanaqadir qaror qildimi? Fond bozoriga taalluqli aksiyalarni narxini o'zgarishiga taalluqli bo'lgan hamma muhim ma'lumotlarni, keraklilarini bu yoqqa yuklab boraveramiz. O'shanda qanaqadir saytlarni yokida gazetalarni o'qimasdan eng muhim yengilliklarni bizani saytda o'zidan ham kuzatib borsa bo'ladigan bo'ladi. Fond bozori bo'yicha ham, profit arena bo'yicha ham barchalarida ko'ra olasiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu jamiyat. Ya'ni bizani aytganimizdek Telegramdagi yopiq gruppamiz. Yerda treyderlar ham, investorlar ham bemalol muhokama qila oladi. Ideyalarni, fond bozorida nima bo'lyapti, qaysi aksiyani olgan yaxshi, portfel boshqarish bo'yicha ekspertlar bilan ham, eng zo'r treyderlar ham hammasi shu yerda bo'ladi. Ular bilan bemalol muloqot qilsa, debatlar qilsa, sporlashsa bo'ladi. Qoidalari berilgan. Qoidalarni o'qib chiqdimmi bosib ochish, ya'ni qo'shilishga boshladigan bo'lsangiz, Telegramga sizni o'tkazadi va Telegramdagi yopiq jamiyatimizga kirasiz. Videolar. O'zimizni aytganimdek tajribalarimiz bilan bo'lishib borganmiz. O'zimiz savdo qilganlar ham, klientlar bilan ham ishlaganmiz oldin va realniy bozorda qaysi strategiyalar ishlashini bilamiz. Qanaqa qilgan yaxshi, foydali materiallar deymizmi, saytlarmi, hammasi shu yerda berib ketilingan. Umumiy hamma videolarni ko'ramiz. Trading bo'yicha alohida qilingan va investitsiyalar, investorlar uchun alohida qilingan. Ya'ni bu yerda portfel tuzish, shunga o'xshagan отчетlarni o'rganish, multiplikatorlar bo'ladigan bo'lsa, tradingda именно texnik tahlil, qanaqa strategiyalar bor, indikatorlarni bu yerda ko'rsa bo'ladi. Umumiyda общий hammasi qo'shilgan bu yerda bozorning strukturalari, fond bozori nimaligi, trading, investor bilan treyder farqlari, o'zi qaysi birini tanlaganingiz yaxshiroq, shularni bemalol ko'rib chiqa olasiz. Agar siz oylik obuna olgan bo'lsangiz, bu videolarni hammasiga to'liq dostуп bo'ladi. Xohlagan paytingiz o'sha oy ichida bemalol kirib o'rgana olasiz. Va bu bir martalik emas, biza har hafta, har oy yangilarini qo'shib boraveramiz. Strategiyalar juda ham ko'p, foydali materiallar yoki odamlarni qiziqtiradigan savollar ham juda ko'p bo'lishi mumkin. Hammasiga har hafta bo'lib javob berishga harakat qilib ketamiz.